Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashib qolgan yurtdoshlar va ota-onasining pensiya to'lovlarini kuzatib borayotgan farzandlar. Bugun men sizlar bilan sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgani, ya'ni pensiya pullari qaysi kunlarda qanday tartibda kimlarga oldinroq, kimlarga keyinroq yetib borishi mumkinligi haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu masala faqat pensionerlarga emas, ularning oilasiga ham bevosita tegishli. Chunki ko'pchilik oilalarda kommunal to'lov, dori-darmon, oziq-ovqat, kredit yoki qarz hisob-kitobi aynan pensiya tushadigan kunga qarab rejalashtiriladi. Men sizdan iltimos qilaman, videoni oxirigacha ko'ring, chunki jadval o'zgarganda eng ko'p muammo shundan chiqadi. Odamlar eski sanaga o'rganib qolgan bo'ladi. Keyin bankomatga boradi, karta tekshiradi, pochtaga chiqadi, ammo pul hali tushmagan bo'ladi. Shunda asabiylashish, noto'g'ri xulosa qilish, pensiyam ushlab qolindimi? Kamayib ketdimi? Men ro'yxatdan tushib qoldimmi degan savollar paydo bo'ladi. Shu sababli hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni oilangizdagi pensionerlarga ham yetkazib qo'ying. Avval tartib qanday edi? Ko'p hududlarda pensionerlar o'z pensiyasini oy boshidan boshlab ma'lum kunlar oralig'ida olib kelgan. Kimdir 3 sanada kartasiga tushishiga o'rgangan. Kimdir 5 sanada pochta xodimi olib kelishga o'rgangan. Yana kimdir 10 sanadan keyin pul kelishini bilgan. Ya'ni odamlar yillar davomida o'zining taxminiy kunini eslab qolgan. Lekin sentyabr oyida jadval qayta tuzilganda, ayrim pensionerlarning to'lov kuni oldinga yoki orqaga silishi mumkin. Bu pensiya bekor qilindi degani emas. Bu pensiya kamaytirildi degani ham emas. Bu asosan to'lovlarni tartibli yetkazish, bank tizimi, pochta yetkazib berish xizmati, dam olish kunlari, bayram kunlari, hududlar kesimidagi yuklama va texnik hisob-kitoblar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Men buni oddiy tilda tushuntiraman. Masalan, bir mahallada tekin 3 nafar pensioner bo'lsa, ularning masalan bir kunda naqd pul yetkazish yoki bir kunda karta orqali to'liq tushirish amalda qiyin bo'lishi mumkin. Bank tizimi ham, pochta xizmati ham, budjetdan ajratiladigan mablag'larning bosqichma-bosqich o'tishi ham ma'lum tartibda ishlaydi. Shuning uchun jadval qayta ko'rib chiqilib, to'lovlar bir necha kunga taqsimlanadi. Bu yerda eng muhim narsa, pensioner o'zining yangi to'lov kunini aniqlab olishi kerak. Agar siz oldin har oy 4 kuni pensiya olgan bo'lsangiz, sentyabrda aynan 4 kuni tushadi deb qat'iy ishonib qolmang. Agar sizga 6 kuni yoki 2 kuni tushsa, bu darhol xavotirlanadigan holat emas. Lekin belgilangan muddatdan ancha o'tib ketsa, albatta tekshirish kerak. Men ko'p odamlar adashtiradigan bir masalani ajratib aytaman. Jadval o'zgarsa, bu pensiya miqdori o'zgardi degani emas. Jadval bu faqat to'lovning qaysi kuni amalga oshirilishini bildiradi. Miqdor esa boshqa asoslar bo'yicha hisoblanadi. Pensiya turi, ish staji, oldingi ish haqi, ustamalar. Kompensatsiyalar, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa yoki yoshga doir pensiya kabi mezonlarga qaraladi. Demak, sizda pensiya 20 million 200 ming so'm bo'lsa va sentyabrda jadval sasab 3 kun keyin tushsa, bu 20 million 200 ming so'm yo'qoldi degani emas. Sizning summangiz o'sha tartibda saqlanadi, faqat pul tushadigan sana siljigan bo'lishi mumkin. Albatta ayrim holatlarda ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Aliment qarzi, sud ijro hujjati, ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish, bank kreditiga rozilik asosida yechib olish yoki boshqa qonuniy majburiyatlar. Lekin bular jadval o'zgarishidan alohida masala. Yana bir muhim jihat. Pensiyani karta orqali oladiganlar bilan naqd pulda oladiganlarning vaziyati bir xil bo'lmasligi mumkin. Karta orqali pensiya oladiganlarda pul bank tizimiga tushgach, odatda telefon, SMS, xabarnoma, mobil ilova yoki bankomat orqali ko'rinadi. Naqd pulda oladiganlarda esa pochta yetkazib berish jadvali muhim bo'ladi. Ya'ni pul ajratilgan bo'lsa ham xodim uni qaysi kuni uyma-uy yetkazadi. Shu alohida reja bilan yuradi. Birinchi navbatda pensiyasini naqd pulda oladigan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki ularda pochta xodimi keladigan kun o'zgarishi mumkin. Masalan, oldin mahallangizga pochta xodimi har oyning 5 kuni kelgan bo'lsa, sentyabrda u 7 kuni yoki 9 kuni kelishi mumkin. Bu yerda uyda bo'lish, telefon raqamini ishlatib turish, qo'shnilarga ogohlantirish, mahalla yoki pochta bo'limidan aniqlashtirish foydali bo'ladi. Ikkinchi guruh. Bank kartasiga pensiya oladiganlar. Ular mening pulim odatda ertalab soat 9 da tushardi.
Bugun tushmadi deb darrov vahima qilmasligi kerak. Ba'zan mablag' kun davomida bosqichma-bosqich tushadi. Ba'zan ertalab emas. Tushdan keyin yoki kechga yaqin ko'rinadi. Agar SMS kelmasa ham mobil ilovadan tekshirish, bankomatdan balansni ko'rish yoki bank kol markaziga murojaat qilish mumkin. 3-guruh sentyabr oyida pensiyaga yangi chiqqanlar. Yangi tayinlangan pensiyalar bo'yicha to'lov sanasi avvalgi pensionerlarnikidan farq qilishi mumkin. Masalan, hujjatlar avgust oxirida topshirilgan, qaror sentyabr boshida chiqqan bo'lsa, birinchi to'lov odatdagi jadvaldan keyinroq tushishi mumkin. Bunda odam hamma oldi, men olmadim deb o'ylaydi. Aslida uning hujjati to'lov reyestriga qaysi sanada kiritilgani muhim. 4-guruh. Boshqa hududga ko'chgan pensionerlar. Agar siz ro'yxatdan bir tumandan boshqa tumanga o'tgan bo'lsangiz, pensiya ishingiz ham ko'chirilishi kerak bo'ladi. Bu jarayonda bir oy ichida to'lov sanasi o'zgarib qolishi mumkin. Masalan, Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chgan odam avval dard kuni olgan bo'lsa, yangi joyda 10 kuni olishi mumkin. Bu tabiiy holat, lekin hujjatlar to'liq rasmiylashtirilgan bo'lishi shart. 5-guruh ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar. Agar pensioner o'zi bora olmasa va farzandi yoki yaqiniga ishonchnoma bergan bo'lsa, jadval o'zgarishi bilan birga ishonchnoma muddati ham tekshirilishi kerak. Ko'p muammo aynan shundan chiqadi. Odam pochtaga boradi, ammo ishonchnoma muddati tugagan bo'ladi yoki hujjatda xatolik bo'ladi. Natijada pensiya o'sha kuni berilmaydi. Agar sizning pensiyangiz har oy bir necha kun farq bilan tushib turgan bo'lsa, sentyabrda ham 1-2 kun siljish bo'lsa, bu odatiy holat bo'lishi mumkin. Masalan, oldin 6 kun tushgan, bu oy 7 kun tushdi. Bunday vaziyatda darhol pensiyam kechikdi deb xulosa qilish to'g'ri emas. Agar siz karta orqali olsangiz va bankdan SMS kelmagan bo'lsa, lekin mobil ilovada mablag' ko'rinsa, muammo pensiyada emas. SMS xizmatida bo'lishi mumkin. Ba'zi pensionerlar SMS kelmasa pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida karta balansida mablag' bor bo'ladi. Shuning uchun faqat bitta belgiga qarab xulosa qilmang. Agar sizning pensiya miqdoringiz oldingi oy bilan bir xil bo'lsa, faqat sana o'zgargan bo'lsa, bu jadval o'zgarishlardagi holat bo'lishi mumkin. Lekin summa keskin kamaygan bo'lsa, masalan 1.500.000 so'm o'rniga 900.000 so'm tushsa, buni alohida tekshirish kerak. Chunki jadval sanani o'zgartirdi, miqdorni emas. Birinchi misol. Xorazm viloyatida yashovchi 68 yoshli otaxon pensiyasini har oy 5 sanada naqd pulda oladi. U sentyabrda ham 5 kuni uyda kutdi, lekin pochta xodimi kelmadi. Otaxon darrov qo'shnilaridan so'radi, ularning ayrimlari ham olmagan. Ertasi kuni pochta bo'limiga qo'ng'iroq qilinsa, mahalla bo'yicha yetkazish jadvali 7 sanaga ko'chirilgani aytiladi. Bu holatda pensiya yo'qolmagan, faqat yetkazish kuni o'zgargan. Ikkinchi misol. Toshkent shahrida yashovchi onaxon pensiyasini bank kartasiga oladi. U odatda 3 kuni ertalab SMS oladi. Sentyabrda SMS kelmadi. Farzandi mobil ilovadan tekshirib ko'rsa pul tushgan. Lekin SMS xizmati ishlamagan. Demak, muammo pensiya tizimida emas, xabarnoma xizmatida bo'lgan. Shuning uchun men doim aytaman, karta balansini kamida 2 xil yo'l bilan tekshiring. 3-misol. Andijonda yashovchi pensioner avgust oyida yashash joyini o'zgartirdi. U eski manzilida kuni pensiya olardi. Sentyabrda esa yangi tumanda 9 kuni to'lov jadvaliga tushdi. U buni oldindan bilmagani uchun 4 kuni bankka borib qaytdi. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki mahalla orqali yangi to'lov sanasini aniqlash. 4-misol. Bir pensioner 1.800.000 so'm pensiya oladi. Sentyabr oyida kartasiga 1.500.000 so'm tushdi. U buni jadval o'zgarishi bilan bog'ladi. Lekin tekshiruvda ma'lum bo'ldiki, uning eski kredit shartnomasi bo'yicha avtomatik yechib olish bor ekan. Demak, hamma kamayish jadval sabab bo'lmaydi. Agar summa kamaygan bo'lsa, bankdan yechimlar tarixini, pensiya jamg'armasidan hisob-kitob ma'lumotini so'rash kerak. 5-misol. Nogironlik pensiyasi oladigan fuqaro tibbiy qayta ko'rikdan o'tish kerak edi, lekin muddatni o'tkazib yubordi. Sentyabrda to'lov kechikdi yoki vaqtincha to'xtadi. U jadval o'zgargani uchun bo'lsa kerak deb kutib yurdi. Aslida masala hujjat muddatida bo'lgan. Shuning uchun nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oladiganlar tibbiy ko'rik sanalarini alohida nazorat qilish kerak. Endi juda muhim nozik joylarni aytaman. Ba'zi pensionerlar pensiya kuni o'zgarsa, o'sha oyning puli 2 marta tushishi kerak deb o'ylaydi.
Masalan, avgustda 5 kuni oldim, sentyabrda 10 kuni olsa, 5 kun uchun qo'shimcha beriladimi degan savol bo'ladi. Yo'q, pensiya oyma-oy hisoblanadi. To'lov sanasi 5 kun siljigani uchun alohida qo'shimcha hisoblanmaydi. Yana bir masala dam olish kunlari. Agar sizning to'lov kuningiz shanba yoki yakshanbaga to'g'ri kelsa, pul oldinroq yoki keyinroq tushishi mumkin. Hudud va to'lov usulga qarab tartib farq qiladi. Shuning uchun sentyabr oyida kalendarga qarab to'lov sanasi dam olish kuniga tushgan-tushmaganini tekshiring. Bayram kunlari ham ta'sir qilishi mumkin. Agar oy boshida rasmiy dam olish kunlari bo'lsa, bank va pochta tizimida yuklama ko'payadi. Natijada ayrim to'lovlar keyingi ish kuniga o'tishi mumkin. Bu ham pensiya bekor bo'ldi degani emas. Bank kartasi muddati tugagan bo'lsa, pensiya tushishi bilan bog'liq muammo paydo bo'lishi mumkin. Karta amal qilish muddati tugagan, bloklangan yoki yo'qolgan bo'lsa, mablag' tushgan bo'lsa ham undan foydalanish qiyinlashadi. Shuning uchun kartaning old tomonidagi amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddat tugagan bo'lsa, bankka borib kartani yangilang. Telefon raqam masalasi ham ahamiyatli. Ko'p pensionerlarning bank kartasi eski telefon raqamiga ulangan bo'ladi. Raqam ishlamaydi, SMS kelmaydi, mobil ilovaga kirib bo'lmaydi. Keyin odam pul tushmagan deb o'ylaydi. Aslida muammo aloqa raqamida. Bankka borib amaldagi telefon raqamini bog'latish kerak. Naqd pul oladiganlarda esa manzil muhim. Agar pensioner vaqtincha farzandinikida yashayotgan bo'lsa, pochta xodimi eski manzilga borishi mumkin. Uyda hech kim bo'lmasa, to'lov qaytib ketishi yoki keyingi kunga qolishi mumkin. Shuning uchun yashash joyi o'zgargan bo'lsa, buni mahalla pochta bo'limi va pensiya jamg'armasi bo'limiga bildirish kerak. Ishonchnoma masalasida yana bitta nozik holat bor. Ishonchnomada pensiyani olish vakolati aniq yozilgan bo'lishi kerak. Faqat hujjat topshirishga vakolat beraman deyilgan bo'lsa, bu pulni olishga yetmasligi mumkin. Shuning uchun notariusda rasmiylashtirilgan ishonchnomada pensiya yoki nafaqa to'lovlarini olish huquqi ko'rsatilganiga e'tibor bering. Men sabablarni tartib bilan tushuntiraman. Birinchi sabab jadval qoida taqsimlangan. Bu eng oddiy va eng ko'p uchraydigan holat. Bunda pensiya keladi, faqat eski sanada emas. Ikkinchi sabab hujjatlarda o'zgarish bor. Masalan, fuqaro pasportini ID kartaga almashtirgan, familiya o'zgargan, yashash joyi almashgan, bank rekvizitlari yangilangan. Agar bu ma'lumotlar vaqtida tizimga kiritilmagan bo'lsa, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Uchinchi sabab karta muammosi. Karta bloklangan, muddati tugagan, bank hisob varag'i yopilgan yoki boshqa karta ochilgan bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi eski rekvizit bo'yicha yuborgan, bank esa uni to'liq qabul qilmagan holatlar uchraydi. To'rtinchi sabab qonuniy ushlab qolish. Sud ijro hujjati, qarzdorlik, ortiqcha to'lovni qaytarish kabi holatlar bo'lsa, pensiya summasidan ma'lum qism ushlab qolinishi mumkin. Bunda odamga tushgan summa odatdagidan kam ko'rinadi. Beshinchi sabab pensionerning holatini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi. Ayrim toifalarda, ayniqsa nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, o'qiyotgan farzandlar bo'yicha to'lovlarda ma'lumot yangilanishi talab qilinadi. Masalan, talaba o'qishni davom ettirayotgani haqida ma'lumot kiritilmasa, to'lovda savol paydo bo'lishi mumkin. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam, vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Agar pensiya odatdagi sanada tushmasa, avval yangi jadval bo'yicha siljish ehtimolini hisobga oling. 1-2 kun ichida balansni qayta tekshiring. Ikkinchi qadam, pensiyani qanday usulda olishingizni aniqlang. Karta bo'lsa, bank ilovasi, bankomat yoki bank kol markazi orqali balansni tekshiring. Naqd pul bo'lsa, mahalla, pochta bo'limi yoki yetkazib beruvchi xodimdan jadvalni so'rang. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Sizga odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa u, bank kartasi, telefon raqami, ishonchnoma bo'lsa uning asli, nogironlik bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar boshqa odam nomidan murojaat qilayotgan bo'lsangiz, vakolatni tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. To'rtinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda juda aniq yozing yoki ayting, men falonchi. Shayr raqami falon, pensiyam odatda falon sanada tushardi, sentyabr oyida tushmadi yoki miqdori kamaydi. To'lov jadvali, hisob-kitob va ushlab qolishlar bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman. Shunda xodim ham sizning muammongizni aniq ko'radi. 5-qadam. Bankdan hisob-kitob tarixini oling. Agar pul kartaga tushgan va darhol yechilgan bo'lsa,
Bu pensiya kechikishi emas, bank operatsiyasi bo'lishi mumkin. Bankdan oxirgi operatsiyalar ro'yxatini so'rang. Qachon pul tushgan, qachon yechilgan, nima uchun yechilgan, shu ma'lumotlar ko'rinadi. 6-qadam, agar naqd pulni uyda olsangiz, manzilingizni tekshiring. Pochta bo'limida sizning manzilingiz to'g'ri yozilganmi? Telefon raqamingiz bormi? Uyda bo'lmagan paytingizda kim bilan bog'lanish mumkin? Bularni aniqlashtiring. 7-qadam, agar ishonchnoma bilan olayotgan bo'lsangiz, uning muddatini ko'ring. Bugun juda ko'p odamlar aynan muddat tugagani sabab pensiyani ola olmaydi. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, pensionerning holatiga qarab notarius orqali yangilash kerak. 8-qadam. Agar pensiya miqdori kamaygan bo'lsa, faqat og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Hisob kitobni yozma yoki elektron shaklda so'rang. Qaysi asos bilan qancha ushlab qolindi degan savolga aniq javob olishga haqqingiz bor. Men tajribamdan kelib chiqib aytaman, eng katta xato mish-mishlarga ishonish. Kimdir endi pensiya 15 kundan keyin berilar ekan, kimdir kartadagilar kech olar ekan, kimdir naqd pul bekor bo'lgan deb gap tarqatadi. Rasmiy manbadan tekshirilmagan gapga qarab qaror qilmang. Ikkinchi xato, bank kartani boshqa odamga berib yuborish. Bolam tekshirib keladi, qo'shnim yechib beradi deb karta va pin kodni topshirish xavfli. Agar pul yechib olinsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Farzandingizga ishonsangiz ham pin kodni aytish odatga aylanmasin. Kerak bo'lsa, bankda rasmiy ishonchli vakil tartibini so'rang. 3-xato. Hujjat muddati tugaganini e'tiborsiz qoldirish. ID karta, ishonchnoma, nogironlik ma'lumotnomasi, bank kartasi, telefon raqam, bularning hammasi pul olish jarayoniga ta'sir qilishi mumkin. 4-xato. Bir kun kechiksa ham darhol janjal qilish. Men tushunaman, pensiya ko'pchilik uchun asosiy daromad. Lekin masalani aniq savol bilan boshlash kerak. Mening to'lov sanam sentyabr oyida qaysi kunga belgilangan? Mana shu savol ko'p narsani hal qiladi. 5-xato, miqdor kamayganda tekshirmaslik. Ayrimlar mayli shunaqa bo'lsa kerak deb yuraveradi. Yo'q, agar siz odatda 1.750.000 so'm olgan bo'lsangiz, bu oy 1.300.000 tushsa, sababini bilishingiz kerak. Bu sizning huquqingiz. Men har bir pensionerga bitta daftar tutishni maslahat beraman. Unda har oy qaysi sanada pensiya tushgani, qancha summa tushgani, naqd yoki karta orqali olingani, agar ushlab qolish bo'lsa, qancha ushlab qolingani yozib borilsin. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin muammo chiqqanda eng kuchli dalil bo'ladi. Masalan, siz daftarga yozasiz. Iyun D sanada 1.720.000 so'm. Iyul D sanada 1.720.000 so'm. Avgust 6 sanada 1.720.000 so'm. Sentyabr 9 sanada 1.720.000 so'm. Shunda ko'rinadi, miqdor o'zgarmagan, faqat sana silishgan. Yoki aksincha, sentyabrda 1.100.000 tushsa, darhol farq ko'rinadi. Farzandlarga ham aytaman, ota-onangizning pensiyasini nazorat qilishda yordam bering. Lekin ularning nomidan hamma narsani o'zingiz hal qilib yubormang. Pensionerning o'zi bilish kerak. Kartasi qayerda, qancha pul tushadi, qaysi kun tushadi, qaysi tashkilotga murojaat qilinadi. Chunki moliyaviy masalada xabardorlik odamni himoya qiladi. Agar ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, telefoniga bank SMS xabarnomasini ulang, karta muddatini tekshiring, kerakli raqamlarni yozib bering. Bank raqami, mahalla raisi yoki mas'ul xodim raqami, pochta bo'limi raqami, pensiya jamg'armasi bo'limi manzili. Bular oddiy ishlar. Lekin pensiya kechikkan kuni juda katta yordam beradi. Sentyabr oyida odamlar odatda xarajatni ko'proq qiladi. Maktab boshlanadi, oilalarda kiyim-kechak, daftar-kitob, yo'l xarajati, kommunal to'lovlar, qish mavsumiga tayyorgarlik boshlanadi. Shuning uchun pensiya sanasining bir necha kunga silishi ham oilaviy byudjetga ta'sir qiladi. Agar siz pensiya pulidan dori olsangiz, dori zaxirasini hech bo'lmaganda bir necha kunga oldindan tayyorlab qo'ying. Agar kommunal to'lov muddati pensiya kuniga bog'langan bo'lsa, to'lov sanasini qayta rejalashtiring. Agar qarz qaytarish kunini pensiya tushadigan kunga belgilagan bo'lsangiz, qarz bergan odamga oldindan ayting, sentyabrda jadval o'zgargan bo'lishi mumkin, pul tushishi bilan beraman. Bu noqulay vaziyatning oldini oladi. Agar siz oyda boshqa daromad manbai bo'lmagan pensioner bo'lsangiz, sentyabr oyida pensiya sanasini albatta aniqlashtiring. Chunki aynan siz uchun 2-3 kunlik kechikish ham muhim. Mahallaga boring. Pochta bo'limiga qo'ng'iroq qiling yoki farzandingizdan yordam so'rang. Demak,
Hurmatli yurtdoshlar, sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgan bo'lsa, eng avvalo shuni esda tuting. Bu pensiya bekor bo'ldi yoki kamaydi degani emas. Ko'p holatda gap faqat to'lov sanasining o'zgarishi haqida ketadi. Lekin siz baribir befarq bo'lmasligingiz kerak. O'z to'lov kuningizni aniqlang. Karta va hujjatlaringizni tekshiring. Naqd pul olsangiz pochta jadvalini so'rang. Miqdor kamaygan bo'lsa sababini yozma yoki aniq hisob-kitob bilan bilib oling. Men sizga doim shuni tavsiya qilaman. Pensiya masalasida eng kuchli himoya bu xabardorlik. Qaysi kuni olishingizni, qancha olishingizni, qayerga murojaat qilishingizni bilsangiz, hech kim sizni chalg'ita olmaydi. Jadval o'zgarsa ham. Siz vaziyatni to'g'ri baholaysiz va ortiqcha asablashamaysiz. Agar sizning hududingizda pensiya o'zgargan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi viloyat, qaysi tuman, oldin qaysi kuni olardingiz? Sentyabrda qaysi kunga ko'chdi? Bu boshqa pensionerlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta yaqinlaringizga yuboring. Pensiya masalasida bitta to'g'ri ma'lumot ba'zan butun oilani ortiqcha tashvishdan saqlab qoladi.